Başkalar balığınızı sizin olduğunuzda tenqid etsa, qanday qilishingiz kerak? Oldi bilan siz chuqur balığınız taraf turib, neymiş olsun mana dem, balamga men uzan tarbiya qilmadim. Bunda qilganda birinchi bo'lib bu balığınız sizga ishindi. Ha, meni qo'g'daydigan, men yo'lindigan, men tog'dek dadam baka, opam baka deb balda bir enchongan bexatarlik tuyg'usini mushundaq vaqtda beralaymiz. Navbat siz ishnim demay bu yerda qarab turgan vaqtingizda birinchidan bola sizga chuqur umid bilan qaraydi. Sizdan ümidsizlandi. Hey, acaba dadam turib, opam turib meni qo'g'dimdan men taraf tutumida deb. Ikkinchidan qarish tarafmo siz bir og'iz gap qilmagandan keyin texinbek qaynab, texinbek balani tarbiya qilish mumkin. Ha, ota-onasi ishnim demay mushundaq kapsiz bo'lib qolgan kunga bu deb. Shundan emasmi? O'ylab baqiring, navbat siz qo'g'dimsiz, bu sizning balangizni kim qo'g'daydi? Shunami? Albatta bu deganlik balamizning xatoligiga yo'l qo'yish deganlik emas. Uyga qaytgandan keyin yolg'iz qolganda onanikin tarbiya qilamiz, tushundiramiz. Ha, baya xatolik kimdan o'tdi? Bunda qiz bulandika, bo'lmamdika. Ha, uning keyin bu tushungandan keyin balangiz qayta unda qilmaydi, ma'ni chunqur tushunalaydi. Ikkinchi bir ish, bolalarda ko'pincha o'yinchoqlarni tanlashadigan bir ish bor. Shunami? Birga kelgandan keyin xalqning o'yinchoqini menga bersangmi, o'ynasam deydi. Shuningdek bizning bolalarimiz bag'ilunmaydi, uni hargiz mushundaq vaqtda anbak omra qo'yib tutilash o'yinchoqqa. Shuning bilan eliq bolaning ota-onasi bizga bu balang bak giriyadan bo'pti-jumi, sendakli pishqadan bo'pti, bu deydi. Bundaq vaqtda biz hargizmi bolalarimizga o'yinchoqni birma o'ynashsin, bunda demasligimiz kerak. Aksicha, ma o'yinchoq bolamning men etpagan igdorchilik huquqi yosh balamda. Sening balangga birib turamdi, biramdi, banamdi o'zining ishi. Men unda uşaq bolani chiq o'rlashmayman. Navbatsan bak mard bo'lsang, o'zingning balasiq sen etpasan olmamdi dan. Bizda bolalar o'yinchiq etpaganda dal shundaq ish bor. O'yinchiqni ep birimiz igdorchilik huquqini o'zimiz tortib olamiz. Ya'ni nima deymiz? Ma o'yinchiqni palon pulga etpadim juma, buzvatma, mehnat qilyapma, yutiribyapma deb bir talay qattiq gapini deb turamiz. Shuning bilan bu bichar bola bu o'yinchiqni qo'lidan tushirmay, yutibdimi, chiqilib ketami, mehnat ma o'yin chiqdimi, huzurlanmaydi. Alloh degan shu o'yinchiqni etib, chiqib, buzib, shundan huzur topadi. Men qilch bolam unda demayman. Akib o'lmutni buzyapsimi, mayli deb qarab turma. Shuning uchun uyga urib tuqqanlarning uning bolalari kelib o'yinchiqni talashgandimi, shu bolalarimizning o'ziga deyishimiz kerak. Bag'ingiz o'z biring, birib turgingiz o'z birib turing. Bo'lmasa men o'rlashmayman deb bolalarimizga o'yinchiq etpagan ekanmiz. Shartsiz holda ep berishimiz, igdorchilik huquqini o'ziga birib etishimiz kerak. O'zining narsasi yo'q. To'g'rimi, xatomi? Yana ko'pincha notunish bir kishilar kelgan vaqtingizda bolalarimizni chaqirdi, akiltidi, bu bolalarimiz yana kelgan bo'lmasa, o'sning balang vujuqaytgajmi, odamga gap qilmaydigan, chaqchaq qilmaydigan u bu desa, hargiz ularning deb usullayman. Shu mening balam senga o'xshash notunishlar kelgan vaqtimda shunday gap qilmaydi. Bir tunji ko'rishinglar tunish bo'lgan vaqtida sendan bir bexatarlik, maskardan emaska degan his qilib bo'lgandan keyin asta-asta echildi mening balam. Unda udul kelgan odamning hammasi apaq-chapaq qo'yib turgan balonmidi bu deb manda tushundiring. Bizda ham kichik bolalarni suyib qo'ying deydigan bir ish bor. Akiltib, cho'nglarni suyib qo'ying, abaytib qo'ying bu deb tushunami? Endi mening qizimni ham doim bu odamni suyib qo'ymaydi-ku, u bu deb shunda deydi. Men mosh gapga bak qarshi-chu. Bu nimish suyib qo'ydisan mening balam tursa? Sen baksat to'g'an keyin shu mening qizimni suyib qo'yg'iz kim deb tursin deb chaqchaq qilib qo'yma. Amaliyotda qizlarimizga, bulibmi qizlarimizga shunday boshqalarni suyib qo'ying, abaytib qo'ying deb ma tarbiya mening xato deb o'ylayman. O'ylab baqiring, kichigidan tortib boshqalarni suyib qo'ysa yaxshi bo'ldi-ku, abaytib qo'ysa yaxshi bo'ldi-ku, baham etib qo'ysa yaxshi bo'ldi-ku deb mash tarbiya singilib cho'ng bo'lganda bu qonunning shakli o'zgarib ketadi. O'zinglar o'ylab baqinglar, to'g'rimi, xatomi? Endi bu mushiyatdan axloq nuqtasidanmi barbara cho'ngib boshqa tarafga o'zgarib ketadi. Ya'ni bir siz salomatlik nuqtasini aytgan vaqtning o'zidimi cho'nglar, boshqalar, notmushlar degan har xil boshqa mikroblar bor, shunami? U jihatini aytgan vaqtidami bu mening yaxshi emas. Shuning uchun mening qizim mendan boshqa odamni abaytib qo'ymishmi, qo'l deyman. Hargiz majburlamayman, u bu demayman. Aksicha pat-pat hech kimni suyib qo'ymang deb tarbiya qilib qo'yman. Sizlar to'g'rimi, xatomi? Ostida piyonlanchiga o'zinglarning bir ko'z qarashingizni bertinglar. Rahmat.